detskiy xonani maydoni juda ham aql bilan ishlatilgan. Qaranglar. Bu yerda ikkita kravat uchun joy. Bu yoq kiraverish. Yana bitta отдельный xonachasi bor. Bu tipa garderob yoki darsga o'tiradigan joy ishlatsanglar bo'ladi. Bu yoqda yana bitta kirib chiqadigan joy bor. Zo'ra. Biz hozir muhtasham turar joy majmuasiga kelganmiz. Kiraverish, prixojiy, mebellar qilingan patologgacha. 4-etaj 99 kvadrat maydonga ega, juda ham sifatli remontdan chiqqan. Vannalarni qaranglar. Bu yerda sushilkasi bor. Hop, bu xonani biz ko'rdik, bu detskiy xonamizni. Uyimizni yangi. Bu bo'lsa master spalni. Kravat, bu yerda kichkinagina terrasachasi bor. Ko'chaga qaragan. Konditsioner, televizorlar, mebellar hammasi full. Shunday kirasizlar, yashaysizlar. Bu yerda o'zining отдельный garderobi va o'zining отдельный dushovoy bor. Komfort zo'r qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi mana buni ko'ringlar. Qaranglar. Zo'r o'ylangan. Bu yerda mягкий zonasi. Bu yerda bo'lsa oshxona qismi. Xohlasanglar bu yerda mamutdan shunday olasizlar, oynali eshik bilan yopib yuborsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar shunday qoldirasizlar. Mana shunaqa pabrasi bo'lib tushgan. Hamma texnika bo'sh. Kofe mashinagacha ham bor. Hammasi bo'sh qilingan. Zo'rlar ishlatilgan. Xullas, uyimizning remonti juda ham zo'r qilingan. Mana bu liniyalarni qaranglar. Hamma ham qo'rmaydi shuni. Narxi startoviy 230 chiqarilyapti. O'zi korobkalar shunaqa maydondagi korobkalar 170-160 dan kam sotilmayapti. Sizlar bu yerda tayyor full olasizlar. Kamiga mana yaxshi narsalardan remontdan chiqqan. Menimcha zo'r variant deb o'ylayman. Videoni tanishib jo'natib qo'yinglar. Iminni muhtasham minora oldidan kvartira qidirayotganlar bo'lsa, zo'r variant. Aloqa chiqinglar, любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi.